Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni minbarga ko'tarilayotib, "Amin, amin, amin" dedilar. Bu hadisni Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, nimaga 3 marta amin dedingiz?" deyishdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Inna Jibril alayhi salam atani faqal, man adraka shahra Ramadana falam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'abadahu Allahu. Qul amin faqultu amin." Men oldimga Jibril keldi. Menga Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazonga guvoh bo'lsa-yu, gunohlari kechirilmasdan do'zaxga kirgan kishini Alloh uzoq qilsin. Amin deng dedi. Men amin dedim dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ramazon keldi, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiy qilib olmagan odam xor bo'lsin. Amin deng deb Jibril alayhisalom aytganida Rasululloh amin dedilar. Duo keldi.